Hayit dasturxonimiz uchun yarim soatda tayyor bo'ladigan juda ham yumshoqqina mazali, barakali medavik tayyorlaymiz. Masalliqlari ko'p mahsulotlar talab qilmaydi. Har doim uyda topiladigan mahsulotlardan tayyorlanadi. Demak, medavikimiz ko'rish uchun 5 dona tuxumga shakar solamiz. Chayni sodaga 1 choy qoshiqda uksus solib, uni ham qo'shib yuboramiz. Keyin qalin tovamizga 1 piyola asal solib, gazga qo'yamiz. Asalimizni o'rta olovda ko'lab turib, kerakli rangga kirguncha aralashtirib turamiz. Xona haroratida turgan saryog'imiz va suvni solib, gazimizni o'chiramiz. Biroz iliq holatga kelgandan so'ng tuxumli massamizga aralashtirib turib qo'shamiz. Medavikimiz ko'rish uchun sifatli, oliynav oltin don unlaridan foydalandim. Kerakli miqdordagi unimizga razrixitel qo'shamiz va uni ham oz-ozdan solib massamizga aralashtiramiz. Massamizni teng 3 qismga bo'lib olib, pergament qog'oz solingan yoki bo'lmasa yog'langan listimizga bir xil qilib solib, 180 gradusda 10 daqiqadan ko'rshiklarimizni pishirib olamiz. Bu orada kremini ham tayyorlab olamiz. Zavarnoy krem tayyorlab olamiz. Kukroz kraxmali, 2 dona tuxum, vanilin, shakar, sut solib tavamizni gazga qo'yamiz. Kremimiz quyilguncha aralashtirib turamiz. Quyilganidan so'ng gazimizni o'chirib, boshqa idishga sovolamiz. Xona haroratida turgan saryog' solib, ustiga issiq holatida kremimizni aralashtirib olamiz. Kremimiz sovigandan so'ng quyiltirilgan sut solib, uni ham aralashtirib olamiz. Endi tayyor korjiklarimizni ust-muz qilib, chetlarini bir xil qilib kesib olamiz. O'rtasiga zavarnoy kremdan surib, ustki qismiga chetlaridan qolgan xamirlarni blenderda maydalab olib sepamiz. Mazali medavikimiz tayyor bo'ldi. 1 soat xolodilnikda ushlasak, yana ham yumshoq bo'ladi. Lekin hozirgi holatda ham juda ham yumshoq. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.